Namangan viloyatida ham eng ulug', eng aziz bayramimiz oldidan rang-barang loyihalar yuqori sur'atlarda davom etmoqda. Ana shunday bayram dasturlaridan biri Namangan viloyatining Toshbuloq shaharchasida bo'lib o'tdi. Bunda barcha hududdagi uyushmagan yoshlar, uyushmagan shu aholi qatlamlari ishtirok etyapti. Bugungi tadbirdan mana yoshlarimizni ko'zlarida aks etib turibdi. Xursandchilik kayfiyati juda ham chiroyli o'tmoqda. Bu tadbirlarimizda barcha yoshlar faol ishtirok etmoqdalar. Mana bugun namunali tarzda bu yerda o'tayotgan bo'lsa, bu tadbirimiz boshqa hududlarda, boshqa QFM, MFlarda ham bu tadbirlarimiz davom etib boradi. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan Mening yurtim, mening baxtim loyihasi doirasida Shohsanam Hasanboyeva singari o'quvchi yoshlar ishtirokida insholar tanlovi, sport musobaqalari hamda ochiq muloqot shaklidagi targ'ibot tadbirlari bayramona go'zallik bilan o'tkazildi. Tumanimizda Mening yurtim, mening baxtim mavzusida loyiha bo'lib o'tmoqda. Ushbu loyihada men insholar ko'rik-tanlovi bo'yicha qatnashyapman. O'zimning mustaqilligimiz uchun yozgan inshoyimni o'z yurtimga tuhfa etaman. Tadbirlar o'tkazishning asosiy maqsadi bundan tashqari uyushmagan va faol yoshlar ishtirokida mustaqillik eng ulug' ne'mat mavzusida davra suhbati ko'plab yoshlarga katta imkoniyatlarni taqdim etdi. Tadbirda so'z olganlar tinchlik naqadar ulug' ne'mat ekanligi, uning qadriga yetish har birimizning insoniy burchimiz ekanligi haqida to'xtalib o'tishdi. Aytish kerakki, tashkil etilgan ushbu loyiha Shohsanam Hasanboyeva singari yoshlar uchun bayram arafasidagi eng go'zal sovg'alardan biri bo'ldi. Eslatib o'tamiz, bunday targ'ibot loyihalari viloyatning barcha hududlarida davom etmoqda. Ma'murjon Ergashev, Jo'rabek Kamolov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.